Assalomu alaykum, hurmatli Sof tibbiyot kanali kuzatuvchilari. Bugungi mavzuyimiz kattalar va bolalarda xotirani qanday qilib mustahkamlash mumkin va aqliy qobiliyatni rivojlantiruvchi preparatlar haqida gaplashamiz. Ularning qaysi biri haqiqat, qaysi biri esa yolg'on ekanligi haqida to'xtalib o'tamiz. Eng to'g'rilarini siz uchun saralab qo'yganman va albatta ularni qanday ichilish tartiblari haqida to'xtalib o'taman. Mehnatimizni qadrlagan holatda videoga like bosing. Undan tashqari o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring, chunki sizning fikrlaringiz ko'pchilikka yordam berishi mumkin. O'z tajribangizni o'rtoqlashishdan tortinmang. Bugungi mavzuyimiz aqliy faoliyatni rivojlantiruvchi moddalar haqida bo'ladi va bugun aynan saralangan 10 ta modda haqida men sizga ma'lumot beraman. Undan tashqari ularning qanday ichilishi haqida to'xtalib o'tamiz. Va albatta bir narsani yodingizdan ko'tarmang. Hech qaysi modda yoki hech qanday eliksir yo'qki insonni aqlli qilib qo'yadigan. Faqatgina inson nervlarini oziqlanishini yaxshilab beradigan, miyada qon aylanishini yaxshilovchi moddalar va preparatlar mavjud. Aqliy salohiyatni yaxshilab beruvchi moddalar faqat filmlarda mavjud. Aqliy qobiliyatni rivojlantirish uchun top 3 ta mahsulot bu birinchisi omega moy kislotasi, ikkinchisi esa fosfodilserin, uchinchisi esa B guruh vitaminlari hisoblanadi va bularga alohida to'xtalamiz. Top 10 talik mahsulotlarimizning birinchi o'rnida bu omega 3 moy kislotasi, ya'ni baliq yog'i turadi. Bu inson tanasidagi qon tomirlarini kengaytiradi va qon tomirlar kengaygandan keyin miyaga kislorodli qon yaxshiroq va ko'proq yetib keladi. Bu bilan inson miyasi yana ham yaxshiroq ishlashni boshlaydi. Shuning uchun ham omega moy kislotalari ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi va aqliy qobiliyatni kuchaytiradi degan tushunchalar mavjud. Aslida esa to'g'ridan to'g'ri aqliy qobiliyatni ko'tarmaydi, lekin miyada qon aylanishini yaxshilaydi. Undan tashqari yurak uchun ham foydali. Top 10 ta mahsulotimizning ikkinchisi bu fosfodilserindir. Fosfodilserin omega 3 moy kislotasidan ham boshqacha funksiyada ta'sir qiladi. Ya'ni bizning tanamizdagi hujayralarni o'zaro o'tkazuvchanligini yaxshilab beradi. Ya'ni bu narsa neyrotransmissiya jarayoni deyiladi. Ya'ni bir neyron hujayrasidan ikkinchi neyron hujayrasiga ma'lumotning uzatilishini yaxshilab beruvchi modda hisoblanadi. Agar bu modda bizning tanamizda yetishmasa, biz tilimizda nimadir keladi, gapirmoqchi bo'lamiz, lekin to'liq gapirib ifodalab bera olmaymiz. Bunday holatda vitamin B12 va aynan fosfodilserin miqdori yetmayotgan bo'ladi. Bu moddani ko'pchilik aynan bioaktiv qo'shimchalar orasidan topishi mumkin. Tabiiy manbalari esa oddiygina avokado yoki bo'lmasam kokos moylari tarkibida. Undan tashqari fosfodilserin litsitin tarkibidagi moddalar ichida bo'ladi. Litsitinni esa oddiy kungaboqar pistasidan yoki bo'lmasam soya urug'laridan olishingiz mumkin. Aqliy faoliyatni rivojlantiradigan top 10 ta mahsulotimizning 3-o'rnida bu vitamin B guruhlari, ya'ni vitamin B12, vitamin B9 hamda vitamin B6 turadi. Vitamin B6 bu asabiylashmaslik uchun kerakli ekanligini hamma yaxshi biladi. Undan tashqari vitamin B12 aynan nimani qayerga qo'yganingizni unutib qo'yapsizmi? Demak, sizda vitamin B12 yetishmovchiligi kuzatilayotgan bo'ladi. B9, ya'ni foliy kislotasi esa inson tanasidagi ko'plab metabolik proseslarni bajaradi va nervlarni o'tkazuvchanligini yaxshilab beradi. Shuning uchun B guruhi yetishmovchiligi natijasida Ramazon oyining birinchi 10 kunligidan keyin ko'pchilikda xotira bilan bog'liq muammolar yuzaga keladi. B guruh vitaminini siz aptekadan xarid qilishingiz yoki tabiiy usulda qizil go'shtdan, mol jigaridan, undan tashqari eng yaxshi mahsulot bu tuxumdan olishingiz mumkin. Bu esa sizning tanangizni ham oqsil bilan, ham vitamin bilan ta'minlab beradi. Top 10 ta mahsulotimizning 4-inchisi bu ginkgo biloba ekstraktidir. Ginkgo biloba ekstrakti aynan shu nomli daraxtdan olinadi va uning barglari tarkibidagi bu modda inson tanasida qon aylanishini yaxshilaydi. Nafaqat miyada, balki boshqa organlarda ham lokal qon aylanishini yaxshilashning hisobiga inson xotirasini kuchaytiradi deb qabul qilingan va buni ko'pchilik doktorlar o'zining tajribasida sinab ko'rgan. 5-mahsulot bu L-triazin moddasi. L-triazin aminokislota bo'lib, bizning tanamizdagi ko'plab bezlar uchun xomashyo vazifasini o'tab beradi. Ayniqsa qalqonsimon bezni faoliyatini yaxshilab beradi. Buning natijasida bizning tanamizda metabolizm kuchayadi va miyadagi qon aylanishi yaxshilanadi. Undan tashqari aynan miya hujayralarining oziqlanishi uchun ham ushbu aminokislota juda ham muhim hisoblanadi. Va bu aminokislota aynan baliq go'shtida, qizil go'shtda, ya'ni mol go'shtida ko'proq mavjud. Undan tashqari aynan o'zbeklarda qo'y go'shti tarkibida ham L-triazin juda yuqori konsentratsiyada uchraydi. Shuning uchun ham oldingi ota-bobolarimiz juda ham aqlli bo'lishgan.
qo'y go'shtini ko'proq iste'mol qilishgan. 6-mahsulot bu asetil L-karnitin. L-karnitinning ancha aktivlangan shakli hisoblanadi va bu yog'ni metabolizmini kuchaytirib beradi va bu bilan birgalikda bizni tanamizda qon aylanishini yaxshilaydi. Ayniqsa jinsiy organlar va miyada qon aylanishi yana ham yaxshilanganini hisobiga xotira kuchayadi va gormonal sistema o'zini holatini yaxshi tiklab oladi. Top 10 ta mahsulotimizning 7-chisi bu koenzim quvon hisoblanadi va bu modda miyadagi hujayralarni oziqlantiribgina qolmasdan, u yurak ishini stabillashtiradi. Buning natijasida yuragimiz to'g'ri qon haydab beradi va miyamizdagi hujayralar yaxshi oziqlanadi va xotirangiz ancha kuchayadi. 8-mahsulot bu magniy L-trionat hisoblanadi va u magniyning L-trionat aminokislotasi bilan hosil qilgan tuzidir va u miyaning plastiklik xususiyatini oshiradi hamda xotirani yaxshilaydi. Ya'ni doimiy xotira kuchayadi. Shu bilan u juda ham qadrli hisoblanadi. 9-mahsulot bu alfa-GPC, ya'ni miyani oziqlantirishda va neyrotransmitter vazifasini o'taydigan modda hisoblanadi. U asetilxolinni neyrotransmitteri hisoblanganligi uchun bizning reaksiyalarimiz tezligini kuchaytiradi hamda fikrlash tezligini oshiradi. Shuning uchun ham xotirani kuchaytirish uchun Amerika tibbiyotida keng qo'llaniladi. Top 10 ta mahsulotlarimizdan yakunlovchisi bu radiolator guli ekstraktidir. Radiola guli ekstrakti stressga qarshi eng yaxshi vositalardan biridir va asabiylikni kamaytiradi. Asabiylik esa insonni xotirasini eng katta dushmani hisoblanadi. Shuning uchun asabiylikdan ehtiyot bo'ling va albatta yuqorida aytilgan preparatlarni iste'mol qilishingiz bilan sizni xotirangiz ancha yaxshilanadi. Buni bemalol sezishingiz mumkin va ilmiy tasdiqlangan moddalar haqida gapirib o'tdik. Ushbu mahsulotlarni qanday ichilishini bilishni istasangiz, opisaniyani o'qib ko'rishingizni tavsiya qilaman, chunki u yerda qanday ichilishi haqida to'liq ma'lumotni yozib qoldiramiz. Yuqorida aytib o'tilgan top 10 ta mahsulotimizdan foydalanishni istasangiz, albatta shifokoringiz bilan maslahatlashing, chunki shifokoringiz sizga kerakli kurs muddatini va dozalarini belgilab beradi. Shuning uchun tibbiy madaniyatingizni yuksaltirishda davom eting. Biz bilan qoling va albatta eng yaxshi tavsiyalarni bizning kanalimizda topasiz.